Shu yerda turgan texnikalarning hammasini sotuvchisidan, dillerdan, zavodidan ham arzonroqqa kerak bo'lsa zarariga berib yuboraman. Narxini bilishinglar uchun qanaqadir plus qoldirishinglarni so'ramayman. Sirazi narxini aytaman. Misol uchun shu gaz paneli vaqtida 3 million 306 ming so'm, ya'ni 275 dollar sotilgan. 4 ta ko'zi gaz, bitta ko'zi turbo garelka, avtopojik gaz kontroli bor, reshotkalari quyma chugun, полностью полированный metal. Hozirgi paytda bor yo'g'i 44 dollardan. Bularning hammasi likvidatsiyaga tushgan. Atigi 10% ni ochib qo'yganimizda qolgan 90% korobkada turibdi. Xohlasangiz 3 ta ko'zi gaz, bitta ko'zi elektrligi ham bor. Xohlasangiz qop-qora 4 ta ko'zi gazligi ham bor. Bu model ham 273 dollardan sotilgan. Hozirgi paytda 44 dollardan. Nega bularni 70-80% gacha narxidan o'tib berib yuborsizlar desanglar, yaxshilab qarasanglar, shunaqa ko'rinsa kichkina miyatina sarapinalari bo'lgani uchun shunaqa katta chegirma qilib beraveramiz. Bularni hammasini поврежденияsi har xil bo'lgani uchun sortga ajratib Telegram kanalga dumaloq video qilib joylayman. Sotuvchi bolalarning nomeri va adresimiz ham Telegram kanalda bo'ladi.